Insult va birinchi soatlarda qanday yordam berish mumkinligi haqida bugungi videoda gapirib beraman. Gap shundaki, inson hayotini saqlab qolish uchun 4,5 soat vaqt bor. Chunki tanadagi glyukozani teng yarmini bosh miya o'zlashtiradi. Chaqaloqlarda yoki yosh bolalarda ham eng katta qon tomir bu bosh miyani qon bilan ta'minlaydigan qon tomir, ya'ni uyqu arteriyalari hisoblanadi. Shuning uchun bosh miyada o'lish jarayoni juda ham tez bo'ladi. Va bosh miyani saqlab qolishda alohida vaqt juda ham katta rol o'ynaydi. Insult vaqtida har bir minutda 10 mingdan ortiq neyronlar o'ladi. Va bu holatda o'sha kerakli vaqtdan unumli foydalanib qolish bu organizmni saqlab qolishga to'g'ridan-to'g'ri foyda beradigan jarayon hisoblanadi. Shu 4,5 soat ichida birinchi qilinadigan ish bu trombolizis jarayoni hisoblanadi. Agar sizda insult belgilari bo'ldimi, misol uchun og'iz qiyshayishi yoki gapiradigan vaqtda gaplar bir-biriga mos kelmasligi yoki qo'l oyoqda falajlik, bir tomon yoki ikki tomonda qandaydir falajliklar vujudga kelgan bo'lsa, bu holatlar insultli belgisi hisoblanadi. Bunday vaqtda tezlikda tez yordam chaqirish shart. Tez yordam kelgan vaqtda sizni birinchi qiladigan, asosiy qilinadigan ish bu qon suyultirish, trombolizis jarayoni hisoblanadi. Trombolizisda alohida preparatlar bo'ladi. Ya'ni qon tomirlaridagi joylashgan o'sha trombni to'liq eritib olishga 4,5 soat vaqt kerak bo'ladi. Chunki 4,5 soat ichida yangi hosil bo'lgan tromb bu qizil tromb deb ataladi. Bu qizil tromb tarkibi ko'proq eritrotsitlar, ya'ni qizil qon tanachalari va fibrin tolalaridan tashkil topgan bo'ladi. Bu tolalar bu trombni 4,5 soat ichida to'liq eritib yuborish imkoni bo'ladi va qon oqimi bosh miyaga yetarlicha bo'ladi. Agar 4,5 soatdan o'tadigan bo'lsa, bu qizil tromb bo'lmaydi. Yangi hosil bo'lgan qizil tromb keyinchalik vaqt o'tishi bilan qon tomirlar ichki qismiga yopishishi va to'liq qon oqimini buzishiga sabab bo'ladi va bu holat esa doimiy o'sha bosh miyani o'sha qismini qon bilan ta'minlanish to'liq to'xtashiga sabab bo'ladi. Bu holatlar esa keyinchalik o'zgartirib bo'lmas asoratlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan shu 4,5 soat esingizdan chiqmasin, vaqtida yordam berish bu organizmni eng katta himoya vositasi hisoblanadi. Demak, shuni bo'ldingiz. Qancha tez yordam chaqirib trombolizis jarayonini bartaraf etadigan bo'lsak, ya'ni shu holatga amal qilib borib trombni eritadigan bo'lsak, insult xavfi yo'qoladi va sizdagi holat, ya'ni tiklanish jarayonlari to'liq normaga kelishi mumkin bo'ladi. Agar siz kattaroq shaharda joylashgan bo'lsangiz, yashaydigan joyingiz o'sha markazlashgan shaharda bo'lsa, hozirgi vaqtda zamonaviy tibbiyotda ishlaydigan yangi metodlar mavjud. Bu rentgen endovaskulyar yordamida tromboektaziya jarayoni hisoblanadi. Rentgen endovaskulyar metod bu hozirgi vaqtda zamonaviy tibbiyotda rivojlangan davlatlarda eng ko'p insult profilaktikasida ishlatiladigan va o'zini effektini juda ham ko'p berib keladigan metodlardan biri hisoblanadi. Bu metod qanday bo'ladi? Agar siz markazlashgan shaharda joylashgan bo'lsangiz, trombolizisdan tashqari o'sha rentgen endovaskulyar metoddan foydalanish mumkin bo'ladi. Bu metod aynan shu rentgen endovaskulyar xirurg nazorati ostida qilinadigan jarayon hisoblanadi. Bu holat qanday qilinadi? Bu holat aynan shu 4,5 soat ichida bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Tanadagi ikki xil arteriya orqali bosh miyani uyqu arteriyasi ichkarisiga kirish mumkin bo'ladi. Birinchisi bilak arteriyasi, ikkinchisi bu oyoq arteriyasi orqali o'sha qon tomirlar ichkarisiga kirish imkoni bo'ladi. Va uyqu arteriyasi orqali 80% holatda ishemik insult bu o'rta uyqu arteriyasi hisoblanadi. Ikki xil arteriya orqali bosh miya qon tomirlari ichkarisiga kirish mumkin bo'ladi. Birinchisi bu bilak arteriyasi, ikkinchisi bu oyoq arteriyasi. Bilak arteriyasi yoki oyoq arteriyasi orqali uyqu arteriyalarga kirish imkoni bo'ladi va alohida kateter orqali sredniy mozgovoy arteriya, ya'ni o'rta miya arteriyasiga kirib, o'sha trombni so'rib olib chiqib ketish imkoni bo'ladi. Bu holat insultni to'liq profilaktikasi hisoblanadi. Ya'ni hech qanday trombolizisiz trombni eritmasdan bu holatning xirurgik davo chorasi hisoblanadi va insult to'liq bartaraf etiladi. Bu birinchi metod. Lekin insultgacha insultni to'liq profilaktikasi qanday amalga oshiriladi deb ko'pchilik so'raydi. Bu holat juda ham oddiy. Agar sizda qon bosimi bo'lsa, qon bosimini to'liq nazorat qilib borish tavsiya qilinadi. Chunki qon bosimini nazorat qilish bu bilyashkalarning rivojlanishida birinchi profilaktik davo chorasi hisoblanadi. Qon bosimini to'liq nazorat qiladigan bo'lsangiz, sizda bilyashkalar rivojlanmaydi va qon tomirlarida jarohatlanish ehtimolligi past bo'ladi. Ikkinchi metod uyqu arteriyalari aterosklerotik bilyashkalarning mavjudligini aniqlash. Agar sizda bilyashkalar rivojlangan bo'lsa, misol uchun 20 yoki 30% gacha bu bilyashkalar rivojlangan bo'lsa, bu holatni to'liq profilaktikasi tartibda necha foizgacha bilyashkalar rivojlanganligini aniq qilib belgilash kerak bo'ladi. Chunki bilyashkalarning foizi juda ham katta ahamiyatga ega. Bu oddiy UZI tekshiruv orqali bu holatga aniqlik kiritish mumkin bo'ladi.
Chunki o'sha yuqu arteriyalari joylashgan joy bu yumshoq to'qima bo'lganligi sababli Doppler tekshiruvida bemalol necha foizgacha qon tomirlar yopiqligini bilib olish mumkin. Agar 60% gacha yopilish bo'lsa, bu holatda albatta terapevtik davo chorasi, statinlar va alohida qo'shiladigan konservativ davo chorasidan foydalanish mumkin bo'ladi. Ko'pchilik qo'rqadigan aynan shu statinlar sizni hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Nega bunday? Chunki statin iste'mol qilib borilishi bu yerda nafaqat qondagi xolesterin miqdori pasayishi, balki o'sha bilyashkalardagi yallig'lanish jarayonini ham to'liq bartaraf etishga yordam beradigan jarayon hisoblanadi. Bu bilyashkalar yallig'lanish to'xtadimi, demak bilyashkalar o'sishdan to'xtadi va bu holatda alohida metodlar yordamida bu bilyashkalarni orqaga qaytarish imkoni ham bo'ladi. Agar bilyashkalar 60% dan yuqori bo'lsa, bu o'sha UZI tekshiruvi orqali turbulentniy potok borligi yoki yo'qligini aniq qilishga bog'liq bo'ladi. Chunki turbulent potok yoki laminar potok degan narsalar mavjud, bu holat juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Agar siz UZI tekshiruvi, ya'ni bo'yin arteriyalarini UZI tekshiruvi qiladigan bo'lsangiz, sizda xulosa oxirida turbulent potok aniqlandi degan bo'lsa, demak insult xavfi o'ta yuqori. Bu holatga tezlikda bartaraf etish kerak bo'ladi. Chunki 60% dan yuqori bo'lib, turbulent potok hali ham rivojlangan bo'lsa, bu holat insultga yaqin jarayon. Bu holatda operativ davo chorasi tavsiya qilinadi. Bu holat hozirgi vaqtda juda ham oddiy bo'lgan va rivojlanib bo'lgan, o'zini isbotini topgan metodlardan biri bu stentlash amaliyoti hisoblanadi. Stentlash amaliyoti bu juda ham hozirgi vaqtda keng qo'llanib kelinadigan metodlardan biri hisoblanadi. Ko'pchilik hozirgi vaqtda faqat yurak arteriyalariga, qon tomirlariga stentlash amaliyotini eshitgan bo'lsa, lekin hozirgi vaqtda o'sha bosh miyani qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlarga ham stent qo'yish imkoni bo'ladi va shu bilan biz insultni to'liq profilaktika qilgan bo'lamiz. Agar sizda 60% bo'lib turib, lekin laminar potok aniqlangan bo'lsa va hech qanday bilyashkalarda yangi hosil bo'lgan troplar aniqlanmaydigan bo'lsa, bu holatni preparatlar va konservativ statsionar davo chorasi yordamida bu holatga to'liq davo chorasini amalga oshirish mumkin bo'ladi. Keyingi asosiy preparat bu kardiomagnil hisoblanadi. Kardiomagnil aspirin, siz bilgan o'sha trombopol yoki trombaz preparatlar yoki aspirin kardio. Bu preparatlarni ko'pchilik o'sha hozirgi vaqtda zamonaviy tibbiyotda yoki ba'zi bir vrachlar o'sha omma oldida bu preparatlar qonni suyultirmaydi va hech qanday effekti yo'q deb bu preparatlardan voz kechishni tavsiya qilishyapti. Lekin sizda aynan shu bilyashkalar rivojlangan bo'lsa, aspirin guruhga kiruvchi preparatlarning roli juda ham katta. Chunki tasavvur qilishingiz uchun aytib o'taman. 12 ta ivishga qarshi faktorlar bo'ladi. Agar bu ikkita faktorlar har doim tarozi pallasida bir-biri bilan tebranib turadi. Agar sizda ivuvchi faktorlar yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak tromb hosil bo'lish ehtimolligi yuqori. Ivishga qarshi faktorlar yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha sizda tromb hosil bo'lmaslik faktorlari, ya'ni o'sha qonni suyuq oqishi, tromb, insult, infarkt holatlari bo'lmaslik ehtimolligi yuqori bo'ladi. Aynan shu kichkina dozada iste'mol qilib boradigan aspirin yoki kardiomagnil 75 dozadagi miqdori bu sizni insultdan saqlab qolishi mumkin. O'sha bilyashkalar qachondir yorilib ketadigan bo'lsa, bu holatda sizni insult bo'lmasligingizga sabab bo'ladi. Chunki bu asosiy o'sha aspirinning vazifasi hisoblanadi. Aspirin bu qon tanachalari, ya'ni o'sha trombotsitlarni bir-biriga yopishib qolishdan, tromb hosil bo'lishidan asrovchi asosiy birinchi preparat hisoblanadi. Shuning uchun bu preparat qaysi yosh bo'lishidan qat'iy nazar organizmda juda ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa bilyashkasi bor insonlar bu preparatni to'xtatishi qat'iyan man etiladi. Insultga sabab bo'luvchi 3-omil bu yurak ritmi buzilishi. Ya'ni bo'lmachalar fibrillatsiyasi deb ataluvchi bu aritmiyada sizda agar yuragingiz notekis yoki tez urib ketadigan holatlar birdaniga bu holatlar rivojlangan bo'lsa, demak sizda kardioembolik insult bo'lish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Bu holatga olib borib qo'ymaslik uchun albatta yosh katta insonlar oddiy EKG tekshiruvdan o'tib turiladi. Lekin sizda qo'shimchasiga shikoyatlar bo'lsa, o'sha yurak ritmi buzilib turishlar tez-tez takrorlanib turadigan bo'lsa, bu holatda ehtiyotkorlik bilan yurak ritmi qaysi turdagi buzilishiga bog'liqligini aniq qilib belgilash kerak bo'ladi. Bu Holter monitor tekshiruvi orqali aniq qilib ko'riladi. Ya'ni sutka davomida taqilgan EKG apparati yordamida sizni yurak ritmingizni aniq qilib monitor qilish kerak bo'ladi. Agar sizda bo'lmachalar fibrillatsiyasi epizodlari bo'lgan bo'lsa, misol uchun paroksizmal formada 1 soat davomida yurak ritmi buzilib, 1 soatdan keyin yana ritm tiklangan bo'lsa, bu holatga ehtiyot bo'lish shart. Bunday insonlar yurak UZIsi tekshiruvidan o'tkazilishi ham kerak bo'ladi. Chunki yurak UZIsi tekshiruvida bemorda yurak kameralari kattalashgan bo'lsa, bu kameralar ichkarisida katta ehtimol bilan tromb hosil bo'lgan bo'lishi mumkin.
Bu holat keyinchalik kardioembolik insultga sabab bo'ladi. Agar kardioembolik insult sodir bo'lgan bo'lsa, yuqorida sanab o'tilgan trombolizis yoki trombektaziya jarayonlarini amalga oshirish mumkin emas. Chunki bu tromb ancha oldin hosil bo'lgan bo'ladi va bu yurak kameralari ichkarida ancha oldin hosil bo'lib, rivojlanib bo'lgan jarayon hisoblanadi. Va bu trombni eritib bo'lmaydi. Hech qaysi preparat bilan eritish mumkin emas. Trombektaziya jarayonini ham, ya'ni kateterli trombektaziya jarayonini amalga oshirish ham mumkin emas. Chunki bu tromb o'ta qattiq joylashgan bo'ladi va qon tomirlariga jarohat yetkazib bo'lgan bo'ladi. Va bu holatda keyinchalik o'sha insultni hayot uchun xavfli formasiga ham sabab bo'lishi mumkin. Agar sizda aritmiyalar bormi, demak bu holatga aniqlik kiritib olish shart. Sizda bo'lmachalar fibrillatsiyasi bu holat rivojlangan bo'lsa, qon suyultirish terapiyasini albatta kardiolog nazoratida olish kerak bo'ladi va undan keyin antiaritmik davo chorasini amalga oshirish kerak bo'ladi. Bu holat juda ham ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish kerak bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Yana bir eng asosiy masala insult profilaktikasi. Yuqoridagi holatlarga olib bormaslik uchun, ya'ni blyashkalar hosil bo'lmaslik uchun, o'sha aritmiyalar hosil bo'lmaslik uchun yoki sizda o'sha birdaniga insult hosil bo'lmaslik uchun nimalarga e'tibor qaratib borish kerak? Birinchi asosiy qilinadigan ish bu qon bosimini to'liq nazorat qilib borish. Qon bosimi nazoratda emas ekan, demak sizda qon tomirlar jarohatlanish ehtimolligi o'ta yuqori bo'lib boraveradi. Va qon tomirlar jarohatlanishiga sabab bo'luvchi yana bir asosiy faktor mavjud. Bu mochevay kislota hisoblanadi. Agar sizning qoningizda mochevay kislota va insulin miqdori yuqori bo'lsa, demak bilingki sizda qon tomirlar yallig'lanish ehtimolligi o'ta yuqori va bu keyinchalik esa qon bosimini ham yuqori bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu holatlar asosiy insult oldi belgilari hisoblanadi. Bu holatga e'tibor qaratish shart. Keyingi asosiy masala EKG. Bir yilda bir marta bo'lsa ham yoshi katta inson, o'sha 40 yoshdan katta inson oddiy EKG tekshiruvdan o'tib turishi kerak. Nega bunday? Chunki yurak buzilishlari, ya'ni yurak ritmi buzilishlari, bo'lmachalar fibrillatsiyasi, sizda yurak kameralari kattalashgan bo'lsa, bu holat aynan shu EKG yoki UZI, yurak UZIsi orqali bu holatga aniqlik kiritish mumkin bo'ladi va holatni to'g'ri baho berib, shunga mos tartibda davo chorasini amalga oshirish kerak bo'ladi. Keyingi asosiy masala chekishni tashlash. Agar sizda yomon odatlar orasida chekish bo'ladigan bo'lsa, demak bilingki sizda qon tomirlar zararlanish ehtimolligi o'ta yuqori. Bu holatda ham juda ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak bo'ladi. Yomon odatlar orasidan chekishni kamaytiring yoki to'liq to'xtatishga harakat qiling. Yana bir asosiy profilaktika bu jismoniy faollik. Tan olishimiz kerak, hozirgi vaqtda biz zamonaviy asrda yashayapmiz. Deyarli ko'pchilik harakatdan to'xtagan, ko'pchilik o'tirib ishlashga mo'ljallangan ishlar ham aynan shunga bog'liq bo'ladi. Bu holatda insult va infarkt holatlari rivojlanish ehtimolligi o'ta yuqori. Shuning uchun bu holatgacha olib bormaslik uchun albatta harakatni ko'paytirib borish kerak bo'ladi. Harakat bu juda ham muhim bo'lgan narsa va ayniqsa insult profilaktikasida, xolesterin nazoratida va blyashkalarning to'liq nazoratida harakat, jismoniy faollik, oddiy yurish yoki qandaydir aktiv jismoniy faollik bilan shug'ullanish juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan holat hisoblanadi. Bugungi qisqa video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.